Man nimaga videoni qo'rqitishga boshladim? Axir bu qiziqarli video-ku. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomiz Xeabring haqida emas. Bugungi videomiz olmali pirog tayyorlash haqida. Qani ketdik. 150 gram qatiq qo'shamiz. Bu stakanda to'la emas. 4dan 3 qismi to'la stakanni. Uni ham bitta Bo'pti, hazilni bir chekkaga surib mavzuga qaytsak. Bundan bir necha yil avval uzr bola, men tashga berilib ketib qolman. Korotchi mavzuga qaytaylik. Mana kal nimaga bu yerda turgan bilasizlarmi? Chunki bu kal Minecraft yaratgan desam ishonasizlarmi? Minecraft ilk bor 2011-yil dunyo yuzini ko'rgan. Xullas, mana shu kal Minecraft yaratgan. Bu kal ismi Markus Persson. Uni Minecraftdagi niki Notch. Bilsanglar, Minecraftda Notchga bag'ishlanib haykal qurilgan. Shu haykalning ko'rinishi mana shunaqa bo'lgan. Mana shu oddiy haykalni Notch 2014-yilda Microsoftga $2,5 milliard evaziga sotgan. Shundan keyin Notch Minecraftdan ketgan va Minecraft ustida ishlashni to'xtatgan. Xullas, men bu kal 1979-yil 1-oktyabrda tug'ilgan. Stop, men bu kal haqida nima gapirayotganim esimga tushib qoldi. Axir bizning mavzu bu kal emas, Xeabring haqida edi-ku. Korotchdak bolalar qizda videomiz tugadi.